Paris Saint-Germain yana bir bor Barcelonaning iste'dodiga qaytib keldi. Har doimdek birinchi bo'lib bu videoga bitta like bosib qo'ying va futbol tahlili kanalimizga obuna bo'lib qo'ying. Bizning maqsadimiz 100 mingta bo'lish. O'tgan yil yozda Fransiyaning bosh jamoasi Barcelonaning eng yosh o'yinchisi, ya'ni Lamine Yamalni o'z jamoasiga qo'shib olmoqchi edi va bu uchun ular 200 million yevro to'lashga ham tayyor bo'lishdi. Ammo Barsa ularning taklifini rad etdi. Ammo parijliklar taslim bo'ladigan jamoalardan emas. Shuning uchun ular bu yili yana bir bor Laminni jamoaga qo'shib olishmoqchi. Ammo bu safar tekinga. Qarabsizki, Barcelona Yamal bilan kontraktini hali ham uzaytirmadi. Ya'nida ular u 18 yoshga to'lganidan keyin uzaytirishmoqchi. Ammo PSG ispaniyalik o'yinchiga shunchalik ko'p pul berishmoqchiki, shu orqali uni jamoadan olib ketishmoqchi. Ulardan keladimi yo'qmi, buni yozda bilib olamiz. Agarda Lamine rad javobini beradigan bo'lsa, parijliklar boshqa yana bir bor Barcelonaning iste'dodli va juda ham kuchli o'yinchisini xarid qilishadi. Ammo bu o'yinchi haqida batafsil bizni Telegram kanalimizda bilib olishingiz mumkin.